Assalomu alaykum, Turoplas korxonasi kuzatuvchilari. Xo'p, piyoz dala maydoni uchun tomchilatib sug'orish lentalarini ishlatgan va bizning korxonamizdan xarid qilgan Obidjon akamiz tashrif buyurganlar. Obidjon aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Turoplas korxonasi jamoasi. Bizni Instagramdan, YouTubedan ko'rib turgan muxlislarimiz, obod dehqonlarimiz, mana biz 2025-yil Turoplasni kapil lentalarini, yumshoq mayfilet ishlangilarini, yumshoq quvurlarni va kraynik jumraklarini ishlatdik, baraka topdik. Mana yana xarid uchun Turoplas korxonasiga kelib turibmiz, mana Avsalomning oldiga. Rahmat. Avvalambor bu korxona bilan bizni uchrashtirgan O'rmonal akam, Toshkentdan O'rmonal akam, Baraka topsinlar. Baraka topsinlar. Shu O'rmonal akam bizni tanishtirdi, boshqa qildi. Mana to'g'ridan-to'g'ri zavoddan mana sizlarga tavsiya qilamiz. Birinchi qo'l sifatiga, nimasiga mana biz javob beramiz. Ishlatib ko'rdikda chunki. Xo'p, Obidjon aka, men dala maydoniga bora olmadim. O'rmonal aka bordilar. Sifatli tomchilab sug'orish lentasi xarid qilish deganda endi juda ko'pchilik arzon ham bo'ladi deyshadi. Arzonni xarid qilib, poliyaning ichida yurgandan ko'ra sifatli, sal narx qimmatroq bo'lsa ham sifatlini olish tavsiya qilasiz, shundaymi? Shunday. Bu sifatli ekan. Biz bu tomchilar piyozga va pomidorga qancha gektarlab qilamiz, makka jo'xoriga qilganmiz. Boshqa korxonalarda ishlatib ko'rganmiz shuncha yildan beri. Yondoqni tikon kirsa ham teshilib qolib, uni bunaqa ularishlarni, sangliklarni ulab, juda ko'p qiynalganimiz bor. Shu 2025-yil o'tgan, mana shu 2025-yil umuman qiynalmadik. Bironta defekt, bironov bo'lmadi. Mana shundan kelib chiqib, mana hozir yana xudo xolasa mana 400 ming metr xarid qilib ketyapmiz mana. Bitta katta Isuzuga yuk bo'ldi. Barakasini bersin. Dehqonlar barakasini bersin. Yana bir ma'lumot aytsangiz, Obidjon aka, tomchilab sug'orish odamlarga qulaymi, bo'lmaydigan narsami? Juda ko'pchilik bizdan, masalan, Qashqadaryo viloyatiga borsak, kuygan fermerlar bor-da. Tomchilab sug'orishing bo'lmaydi, yo'qotay buni deydigan fermerlar ham bo'ladi. Ularga qanday fikrlarni berasiz? Tomchilab sug'orish bo'ladiganmi, effekt bo'ladimi, hosildorlik oshadimi? Endi bu tomchilash va yomg'irlatish texnologiyalarini bu muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mana qaysi dala maydoni, qaysi tomorqasi bor dehqon yerga bir so'tiga tomchilash lentalarini tortsa, men mana 160 ming so'm subsidiya beraman. Shunday. Mana qil deb yotibdi. Shunday. Bu bekorga emas-da bu. Buni effekti juda, men o'zim ko'rdim, effektlari juda katta. Suvni iqtisodlari va mineral o'g'itlarni berishlari hammasiga bu juda foydasi katta. Ilgari biz ota-bobomizda ketmanlik chopib, agatlar primiskalarni qo'yib ish qilganmiz. Yo, bu hozir jonda rohati. Shu jumrakni uraysan, suv ketyapti, tamom. Dehqonchiliklarimiz juda nima desam 70% ga yengillashib ketdi-da, bir 30% mashaqqati bor, hozir 70%. Xudo xolasa mana yaxshi, rahmat. Turoplas korxonasiga, hammasiga, muxlislarga, Xudo xolasa. obunachilarga. Xudo xolasa men o'zim harakat qilaman, dala maydoniga borib, yana video qilishga, Obidjon aka. O'zim ham juda ko'p dalalarda yuraman. Jizzax tomonlarda o'tib qolsam agar nasib bo'lsa birga ko'rishamiz, nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Barchalar. Xudo xolasa biz dalamizni eshigi ochiq ketdi. Dala shiyponi, nima edi? Chaylaturga tashrif buyuramiz, xudo xolasa. Rahmat kattakon. Rahmat. Sog' bo'ling.